Do'stlar, assalomu alaykum. Xo'p, hozir bog'imizda ikki xil navlik daraxtimiz bor. Birinchisi Shingo navlik nok daraxti bo'ladi. Ikkinchisi bo'lsa Chuhuang nomlik navlik nok daraxtimiz bo'ladi. Biz odatda asosan bog'imizning ko'p qismida Shingo navli noklarni yetishtiramiz. Sababi chiroyli, ham tez katta bo'ladi. O'ziga yarasha plyuslari bor, o'ziga yarasha minus taraflari bor. Minus taraflari shuki, buni changlatish kerak bo'ladi. Sovuqqa chidamsizroq bo'ladi gullari. Sal sovuq kelsa, mana shunaqa ko'rib turganlaringdek sovuq urib ketib qoladi. Lekin talab katta. Ichki bozorda, tashqi bozorda, eksportda umuman olganda talab katta. Lekin chuang noklarimizga talab yo'q. Oxirgi paytlarda koreys xalqi yoqtirganlari yoqtiradi, lekin yoqtirmaydiganlari ko'p. Shu sababli biz bu chuang noklari daraxtlarini faqat